Otabek aka 1 yildan beri bular bilan ishlab kelyapmiz. Почти 1,5 yil bo'ldi. Bizga murojaat qilganlarda profilni aytuvdilar, uje qulayapti profil, yordam bering dedilar. Mana hozirgi kunda ideal ishlab kelyapmiz. Umuman bizning sloganimiz haqida o'zingizni fikringiz. 1,5 yil oldin haqiqatan qulagan profil edi. Hamidga ishonib topshirdim. Bilardim uni ko'tarilishini. Inshaalloh Alloh o'zi bilan bu sababchi bo'ldi. Hozirgi kunda yaxshi ishlab kelyapmiz. Profilimiz ham zo'r, a'lo darajada. Rahmat aytaman va jamoasiga bundan ham ulkan yutuqlarni tilakdoshman. Bilasizmi, SMMchilar bilan ishlaganda uni qaysi yomon tomoni, qaysi yomon tomoni men bilmayman, chunki ularning o'zining sohasida. Lekin sizni yurg'izgan profillaringizni ko'rib, men sizni haqiqatan shu yigit meni profilim yurg'izishiga ishonganman-da. Hozirgi kundagi profilim yaxshi yomon emas, a'lo darajada ham bo'ladi. Bitta bunga bog'liq emas, menga ham bog'liq tomonlari bor. Shuning uchun birgalikda ishlab kelamiz, sizlarga ham birgalikda ishlashni tavsiya qilaman. Har doim aytaman, marketing bilimlari bilan ekspert bilimlarini bitta qilib yaxshi kontent chiqarsa, har doim yaxshi yuradi ijtimoiy tarmoqlar. Agar siz ham o'zingizni tovaringiz yoki uslubingizni ijtimoiy tarmoqlarda yaxshi yurgizib sotmoqchi bo'lsangiz, murojaat qilsangiz bo'ladi, qo'limizdan kelgancha yordam beramiz.